alaykum, hurmatli O'zbekiston xalqi. Men bu videoni menga o'tkazilgan ko'plab tazyiq va zo'ravonliklardan so'ng olishga qaror qildim. Prezidentimiz aytayotganlaridek, hozirgi kunda sportchilar tomonidan ko'plab ko'cha bezoriliklari, huquqbuzarliklari va zo'ravonliklar kuzatilmoqda. Men ham mana shunday bezorilikka, huquqbuzarlikka, zo'ravonlikka uchragan ayol sifatida shuni aytib o'tmoqchimanki, men 2025-yil 30-avgust kuni professional boksyor Shohjahon Ergashev bilan turmush qurdim. Oilamizda to'yimizdan 20 kun o'tib kelishmovchiliklar kelib chiqa boshladi. 21-sentyabr kuni meni arzimagan sabab tufayli urib, kaltaklab, ketishni xohlayotganimni aytganimda meni oshxona pichog'i bilan qo'rqitib, tahdid qildi. Men yashashni davom ettirib, 21-oktyabr kuni yana shunday zo'ravonlikka duch keldim. 21-oktyabr kuni Moskva shahrida meni urib, bir qulog'imni eshitish qobiliyatini pasayishga olib keldi va ketishni xohlashimni aytganimda menga turli tahdidlar, shantajlar qilib yashashga majbur qildi. Oradan bir oy vaqt o'tib, yana meni urdi, kaltakladi. Ota-onamga telefon qilib, meni qanday urayotganini ularni eshitishga majbur qildi. Va oradan bir kun vaqt o'tib, yana uyda oshxona pichog'i bilan menga tashlanib, o'ldirish bilan qo'rqitib, meni yashashga majbur qilib keldi. Ketishni xohlayotganimni aytganimda har safar menga tahdid qilib, meni o'ldirish bilan qo'rqitib, meni sharmanda qilish bilan, oilamni ajratish, ota-onamni o'ldirish bilan qo'rqitib, yashashga majbur qilib keldi. Men uni uydan ketganimdan keyin ham mana shunday tazyiqlar davom etmoqda. Hozirgi kunda 20 kundan beri menga har xil shantajli gaplar yozib, meni bezovta qilib, o'zimni o'ldirishgacha olib borishini aytib, meni qo'rqitib kelmoqda. Ota-onamni sharmanda qilish bilan meni qo'rqitib, majburlab kelmoqda. Aytmoqchimanki, bunday tazyiq va zo'ravonliklardan tashqari menga insonni eng tuban tahqirlashlardan biri bo'lgan ko'cha ayollari bilan meni yotishga majbur qildi. Ya'ni o'zining g'ayrioddiy jinsiy xohishlarini ko'chadagi ayolni olib kelib, oldimda jinsiy aloqa qilishni xohlayotganini aytib, meni ko'chadagi ayol bilan birga yotishga, o'z uyimizga olib kelib, jinsiy aloqa qilishga majbur qildi. Men mana shunday ruhiy bosim ostida, psixik buzilishlar asosida yashab keldim va shunday bo'lsa ham o'zbek mentalitetiga qarshi chiqmagan holda ayolligimni bilib, erimni hech qanday ustidan yozishlar yoki boshqa shikoyatlar qilmadim. Sabr qildim. Lekin bunday holatlar yana takrorlanishini qo'rqib yashayverdim. Va oxir oqibat men bir ayolga nisbatan yozgan SMS'larni ko'rib, tezroq ayolimni yo'qotishim kerak, ayolimni olib xato qildim, bu xatoni to'g'rilashim qiyin bo'lyapti, lekin buni to'g'rilayman, ketkazaman degan yozuvlardan keyin men ketdim, lekin ketganimdan keyin ham menga nisbatan bo'lgan tazyiqlar, zo'ravonlar to'xtamadi. Meni sharmanda qilish bilan, o'zimni o'zim o'ldirish bilan, o'ldirishga olib borish bilan qo'rqitib, meni yashashga majbur qildi, lekin men ko'nmadim, ota-onam bermadi va 23-yanvar kuni, birinchi marta, 29-yanvar kuni ikkinchi marta yashash xonadonimga kelib janjal qildi. Ota-onam bermasligini aytganida ota-onamni so'kib, haqoratladi va men unga yashashni istamayotganligimni aytganimda cho'ntagimda turgan telefonimga yopishib, shaxsiy telefonimni olib qo'ydi. Undan shaxsiy telefonimni berishini so'rab, qo'lidagi telefonni olmoqchi bo'lganida meni urib ketdi. Onam va otam ajratmoqchi bo'lganida onamni urdi. Onamni hozir qo'llari, suyaklari sinib, siljib, mayda suyaklari bo'linib ketganligi, maydalanib ketganligi tashxisi qo'yildi. Va shu urush qilib, janjal qilib shaxsiy telefonimni olib ketdi. Hozirgi kunda sud-med ekspertiza javoblarini kutmoqdamiz. Menga ham jarohatlar yetgan, onam ham hozirgi kunda jarohat bilan harakatlarimiz cheklanib qoldi. Va shunda ham qarindosh urug'larimga, oila a'zolarimga turli xil bo'xton gaplarni gapirib, hammani bezovta qilib kelmoqda. Mazkur gaplarim davlat boshliqlariga, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga, Saida Mirziyoyevaga yetib borishini Allohdan umid qilib qolardim. Hammangizdan yordam so'rayman. Shunday vaziyatlar bo'lar ekan, ayollar ojizligidan foydalanib, o'zining mashhurligi, kuchliligidan foydalanib, erkaklar xohlagan ishlarini qilishi mumkin bo'lar ekan. Iltimos, sizlardan yordam so'rayman. Ularni olib chiqishimdan maqsad qonuniy javobgarlikdan qo'rqmaganligi sababli qo'lingdan kelganini qil, men xohlaganimni qilaman, shunday ishlar qilaman, ko'rasan qo'lingdan hech nima kelmaydi. Davlat ham yozib bersa 800 ming jarimasini to'lab qo'yaman, lekin seni shu ahvolga solaman, jarimasidan ham hech narsasidan qo'rqmayman deganligi sababli men buni ommaga olib chiqishga qaror qildim. Ommaga olib chiqishimdan maqsad esa hurmatli Saida Mirziyoyevaga, ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qiluvchi jonkuyarga yetib borishidan umidvorman. Oilaviy sirni, oilaviy muammolarni olib chiqish yaxshi emas deya ko'pchilik aytishi mumkin, to'g'ri, lekin oddiy inson bo'lsa, xalq oldida xalq tanuvchi, mashhur inson bo'lganligi sababli o'zining mazkur mashhurligidan foydalanib, o'zining kuchliligidan foydalanib, tanish bilishlar orqali ishni yengil o'tkazib kelayotganligi, bosdi qilishga harakat qilayotganligi tufayli mazkur ishga qo'l urishga harakat qildim. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, bu uning birinchi ishi emas. U mendan oldingi oilasini ham, birinchi oilasida ham xuddi shunday ishlarni amalga oshirgan. 1,5 yil davomida u ayolga ham shunday tazyiqlar o'tkazib, zo'ravonlik o'tkazib, urib, kaltaklab kelganligidan xabar topdim. Men ikkinchi jabrlanuvchiman. Bunday narsani oldini olmasa, kelajakda yana biz kabi ayollar mana shunday tazyiq va zo'ravonlikdan jabr chekishini istamayman.